Bu yerimizda necha pul ekan? 25.200 verirsin. 25.200 necha sutu? 6 sut qarang chiroyliligini. Voy, 6 sutu yer 25.200. Gap yo'q lekin bori. Mulkka olib qo'ysanglar bori, menimcha do'da joy bo'ladi. Fasadi 20 metr, uzunasiga 30 metr ketgan ko'rishini mumkin. Kaftda joy ekan. Misol uchun ikkita ko'ka olib o'rtasida mo'l bo'lsa ham fasad 10 dan 2 yuz o'rq tushadi. Dam olishga joy qilib qo'ysa ham bo'ladi. Dokument qanaqa ekan? Dokumenti top-toza. Top-toza nimaga? Uy joygami? Da, jiloga. Jiloy uy joy bemalol qurib yashasanglar bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Mana shlak blokdan bu yoqgacha ketgan 20 metr fasad, 30 metr uzunasiga bo'ladi. Lokatsiya ham yaxshi joyda joylashgan. Qayerda lokatsiya? Yangi Toshkent postidan 12 kilometr Qushqo'ndida. Qushqo'nda joylashgan. Bu xonadonimiz kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastiga nomer telefon qilib, tez baraka qilib yuborsanglar bo'ladi. 25.200 o'rga 6 sut olsa ekan. Voy, keyin nimadir. Afrid olib qo'yinglar, puli bor odam. Olib qo'yish kerak bo'ldi. Ha, mulk tayyor.